Arsenaldan ko'proqni kutishgandi. O'yin boshida kanonirlar hisobni ochishga juda yaqin keldi. Ular jarima maydoniga yorib kirib, bir necha marta yaqindan zarba berishdi. Ammo Trafford barchasini qaytardi. Keyin navbat Manchester Cityga keldi. Silva himoyachilar bilan o'ynab, to'pni Semenyaga uzatdi. U esa Hollandga qulay pas berdi, lekin norvegiyalik nishonga tegmadi. Ikkinchi bo'limda o'yin tezlashdi. Arsenal darvozaboni Daku bilan to'qnashuvdan keyin sariq kartochka oldi, lekin penalti berilmadi. Shundan so'ng City bosimni kuchaytirdi. Sharqiy to'pni uzatdi. O'Rayli esa vaziyatni yakunlab, boshi bilan gol urdi. 1-0. Bir necha daqiqadan keyin xuddi shu ssenariy takrorlandi. Nunez flangdan uzatma berdi va yana O'Rayli boshi bilan gol urdi. Yakuniy hisob 2-0. Manchester City ishonchli g'alabaga erishdi. Bir necha daqiqadan keyin xuddi shu ssenariy takrorlandi. Nunez flangdan uzatma berdi va yana O'Rayli boshi bilan gol urdi.